Шинжаң Шахла халқара сауда шеркет тааждарлығыдaki Тоқтыма Тоқти filmini көрішіңланы қаршалымыз. Шахла чаш тоқтыры yürüşlük mahsulatları, ssenaristlik mas, rejissördek tazgımı yaman maskelede. Bu filmni tövendeki orlama alaylı qoladı. Qutyar halqara sawda şirketi Qutyar yürüşlük işimlikleri. Ma film hepde birlik qism chiqdi. Chiqaverdigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab halqara sawda şirketi Ro'yab yürüşlük sog'lomlik mahsulotlari. Sog'lomligimiz eng muhim. Ro'yab hamra erdoyim. Hey, ma ilallah bilerler ma filmning yerim tugab qoldi. To'xtama To'xti filmimizni To'xtama To'xti saloni ham biz bilan hamkorlashgan Suba saloni, Uyg'ur televiziya salonini ko'rasizlar. Yana bizniki Bog'jon saloni, Mayin Shamol saloni, Yumarjon saloni, Muzikatlar saloni, Saxovatchi saloni, Xalqim 3 saloni, Aydara 13 saloni ham To'rzat saloni qatorliqlar ko'gildi. Undan boshqa yana ko'paytirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, Kulkitori, Izzat To'rt ko'ra olasiz. Rahmat. Hamda biz xabarsiz lekin bizning filmimizni tarqitib berayotgan To'rbat salonlarga rahmat deymiz. Har qaysi To'rbat va salonlarning filmni o'z oldiga tarqitishiga ruxsat qilamiz. Hammishga arishib boqamsa, hammish quyuq sap boqamsa sen? Ya ba 15 sekundga qo'yildi. Mamada, qochmaga. Parvish Shahlo Chosh doktorida. Ko'rkam choshlarni texmo asraydi. Mehrli qalblarni bir-biriga bog'lovchi Shahlo Chosh doktori chosh attir javhari. Shahlo. Yaxshimizlar. Men yandim buyon. Shundoq bir hikoyalarning oxirlashishi hamma narsaning oxirlashganligidan derak bermaydi. Ba'zi hikoyalarning oxirlashishi yangi hikoyalarning boshlanishining muqaddimasidir. Nurg'unlagan hikoyalar bir ulug' temadan boshlandi. U bo'lsa-mu muhabbat. Bu atrofimizda bordek, lekin shunchalik g'oyibona bir narsa. Hammamizni izlashga kuch kiritdi. Mana bu dal mushundoq hikoya. Mana bu bizning bosh personajimiz emas. Mana bu emas. Bizning bosh personajimiz mana bu yerda. Uning ismi To'xti. Kichigidan tartib ota-onasining gapidan chiqmaydigan yuvosh bola bo'lib, 29 yoshga kirgan bo'lsa-mu, oralab birlik qitim muhabbatlashib boqqan. Tajribasiz yigit. Opsining kelar yilgacha o'ylanmasang bo'lmaydi degan buyrug'i ostida atrofidagilarning to'xtamay o'rlashtirgan uchirishlar bilan oltirashlab yurdi. Lekin bu uchirishlarning natijasiga kelsak, bizlar ko'ringlar. Ayning tomoq yesak bilan? Ay To'xti. Uch. Ay To'xti. O, shunda qilma o. Ay To'xti emasga qotma. Qonma o. Minero. Ey bu sözlerimge işen Kılmaz ben hiç kimle sana tan bir sana köyüp Çinde de söyüp Bilmedim sebebi bilmedim ben Utanmedim könlümü utanmedim ben Hatim könlüm utanmedim Sade? Ma kız mı? Kit kaldı. Kiti de şu elim vurup koymaktasın ne? Oy, ben iştim kıymadım. Şu paranı şu atkan yamallaptı. Ketті ғой? Ay iştim kıymaysa. Muşum ket güzel olsa. Sen kaçan geldin bu yerге? Yani mening satlaşkanımni ko'gil kepsa, ha? Ne diyen gap ya o satlaşkanın ko'gil kepsa da. Ha? Ko'gil keldik. Ya To'xti. Ağamaldek çıkıldınız bana bildim ben sen olmuş takılgan kanına.
Hey, kakımamsa? Hey, niye gele miyege? Ammonlar kapsılar o. Hey. Bu yeni meni ağzını qancha vaqt qochirib qo'yib doğru tikibsizlar, ha? Aşağı kıldınlar mı? Nimsaçilikka boya haq ko'rsindaydi. Bak eshikdi, Alashqida yeringlar qattiq qanmapti. Sizning o'rningda men bo'lganmasam, men ko'tarmaydim. Ras, eshikdi. Puy. Ras. Ben bu 10 minut doğru tikdim. Eser 5 minut tikdi. 1 minut qo'ydim, qizg'on yolsa qo'ydim. To'xta. Sen 10 minut. He? Sen 5 minut. Ben 1 minut uncamsa? Bu ishchi Zitoxtining yaqin og'aylari Saloydin, Asad va qatorliqlar. Kim qatorliqlar aka? Ma'qul amsa. Qaytadan bir kelayli. Uning ismi Sodiq. U bir arsistra. Hey. Kim biz arsistralarni buna kimki deydi? Ha? Hey, bizning xizmatimiz var-ku. Nayt ulug'vor xizmat. Biz var-ku, nayt jafolik ishlaymiz. Uqdingmi? Shunda jafolik biz odam qutuldirmiz. Kasal davolaymiz. Uqdingmi? Jafolik ulug' Ishqilib, uning ismi Sodiq. To'xtining oliy maktabdagi birga o'qigan yotoqchi. Bu bolaning shu bir yeri borki, qaranglar mana. Voy xotin. Mamata. Ha. Sata. O şu ağılarımı billah şu. Ojo. Ya anladımdı. Şu ağılarımda hemisi Tanıyısınız, tanıyısınız Salaydin. Toxti, anneki Asad, şu neçisi bilen billah şu. Bak. Yenge. Hemen toxta. Xatirjam bo'ling. Vay, hemen Salaydin. Biz bilan billa, ha. Ay canım neymiş kuvvetsiz ki kumaysız olmuş. Ya kutuğundan şu. Ya kandası kızal oldu bir yerde. Asad, maaşın sal qamlashmadi mı ben? Ma valoqda kirib ketgankin qara. Butun dunyo jim ketib ketdi. His qilmadingmi? Uning ismi Asad. U bir rassom. Rassom degan kasb intoyim muloyim, noit ig'ir bisiq, to'xtamliq bo'ladi. Hamda bu bola Musray Terkak uning oilasi. Boldu. Demedim. İstedim. Artıq chiqarlashma. Mening ismim Asad. Bir rassom. Men to'xti bilan bir uyda ijod turman. Xolos. Aşıksı to'xtining og'insi. Men shu to'xtining sababli ularga alishib qo'ydim. Ularga alishqim yo'q deyman. Ben sanatlam suyma. Boshqa ishni bilsanglar bu. Ishni bilib qolsanglar bu. To'g'rimi? Yaxtımdı. Artıq chiqarlashma. Bu bolaning og'zi qattiq bo'g'ir bilan ko'nglim qattiq dedim-ku. Bu Salaydin. U Sodiq va To'xtining oliy maktabdagi yotoqtishi. Uning dadasi dangliq korxonchi bo'lib, olamdan o'tish oldida Salaydinga noit ko'p miroslarni qoldirib ketgan. Shuningdan e'tiboran Salaydinmi el orsidagi cho'ng boylarning biri bo'lib qolgan. Salaydinning dadasi uningga mundoq nasihatlarni qoldirgan. Balam, bu sening jamiyatni bitirib turishining asosi. Palon bo'lmasa hech ishni boshqa ochib qolmaysa. Double kill. Lekin dadasi uningga yana mundoq dedi. Balam,
Gerçi pul mühim bolsa-mı? Mehr muhabbet onundan mühim. Nurg'un narsalarni pul bilan setib olgani bo'lmaydi. Triple kill. Tatsining eng muhim bir ig'iz gapi. Tatsi. Oy Tatsi. Salaydin. Ha bu qitimda dag'na söylebdi. Aced. Nachar nima ekansa? He, onu deymiz, bunu deymiz. Bir ümit qalmay xapıl ketkizyaptın-ku. Şimdi ben bu xumudim nemişte hata qilganimni. Sadiq. Sen tunuştuğun kızalı açığı sal yamanmı? Hey. Sen şu qizalni ochiq eman deb ko'ryotamsan haqdan gunani? Ne işte tunuştuğun? Sizning bayoqi ifodangda ilg'u u qiz balki har qanday bir bo'ldilar. Sen qara. Bunday qizlar bilan bir yerda ko'rishib yurmay, atrofingdan lam mudaram qizil tepa bor. Vay meni fuqsizlar, sizlardan boshqa do'stlarim bo'lmasa mening. Uning ustiga nadiniz deyman qizlarni? Nerediz değil mi? Kız ol tapmakta asan şifa mı bu dünyada? Geldi o bana. Muşunçilik geç. Bo'ldi qilinglar bo'ldi. Bu narsalarni men tushunmasam. Meni ham tushunga ozroq ishim bor-da. Men qashtoyman, ha? Uy ketdi, meni og'iz ketdi. Ammo. Hey. Salbi, chaqara qaydiginami oldiraymi? Xotirjam bilan kundu mangmay bu yo'lda men. Agar oldimizda mashina to'silmayli qolsa 15 minut boramiz. To'xta. Shu mevzuni birdan yig'sangomamda. Xotirjam bilan bu yo'lda men Urumchida qaysi yo'l to'silmaydi? Agar oldimizda biror voqea chiqmagan bo'lsa, qadam geçirdik. Programımızda davamlaştırmamız hazır mındaq bir uçurunu tapşırıp aldık. Yani Sayyolik Vanxoy körükünün astidan ma'lum bir turbi yo'lninki yerilib ketishi sababli qurilishchilar emishada bir o'rakni ko'lab qo'yibdi. Shunga shopir do'stlarimizning hozircha shu yo'l bo'laklarini tanlamay boshqa yo'l bo'laklarini tanlab minishini tavsiya etamiz. To'xtayma, shu mevzuni yutib bitaymi? Ya qara. Men Adiljon bak yaxshi riyosachilik qildi jumam shu. Nima Adiljon? Daniyar ma'lum. Jigdi Adiljon program qilgan. Başlandı mı? Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganinglar Shinjong xalq radio stansiyasi 174 qatnosh san'at radiosidan bevosita anglayotgan yo'llaringizga biz amra programmasi. Anglovchilarimiz hozirdan boshlab bizning programmamizga qatnashsanglar bo'ldi. Qiziq liniyalik telefonlarimiz 0991 250 030 250 062. Undidor spimizning nomeri bo'lsa XC 1074 FM. Xo'sh, unda bo'lsa anglovchilarimizning telefonlarini qabul qilgan bo'lsak, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, anglovchimiz, yaxshimisiz? Ben Daniyar akınız. Daniyar kan qarang. Bundan şu men xatani ketib bormading ha? Sayolda. Sayolda. Voy bu bir velosiped qarang. O yenimda o'tib ketib bordi. Yenimda men o'tib Nima velosiped? Velosiped. Voy bu bo'lmabdi bu. Sayolda velosiped mansı bo'lmaydigini uqmamdikna o qarindishimiz. O şu men hayron qoldim. Ya men qarang bu oydisi bir tuzakrak velosipedmamdi deyman. Mendek bunda bir gavdan velosiped soldu. Ne? Kota arşiban aydıp Nima? Voy. To'xtang, aldım ko'tarib ketdi. To'xtang, satır qilmoqlar. Voy, bu Xo'sh, qadrli anglovchilar, tuvandagi qisqa e'lonlardan keyin programmamizni davomlashtirgan bo'lsak, bo'ladi. Ko'ngilni ko'ngillarga bog'laydi. Shatma choch doktorda. Ko'rkam chochlarni hozirning o'zida eng yangi xabarni topshirib oldik. Ya'ni Sayolda 2 velosiped 120 suratda ketib berib deb bayatdan qurilish qilinayotgan shu o'rakka tushib ketibdi. Hozir naq maydon intayin qalay muqam bo'lib shopir do'stlarniki hozircha shu yerga bormay turishini tavsiya qilamiz.
Bu yo'l xeli to'silib baqadigan o'xshaydi. Shunga men sizlarga o'zimning xizmatimni tanishtirib qo'yay. Men bir milliy korxonaning ishxonasida ishxona xizmat qilaman. Mening xizmatdoshlarim menga bak kuyindi. O'tmaysan qildi ya. Ma'qul. 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 Menga rostla bak kuyindi. Mening xizmat besimim boshqalarnikidan xeyli yuqori. Hey, men tunishtirmamsa? Yo'q. To'xta. Ansam sen yana qiz bilan kurashga chiqdi deydi-ku. Qanday oldi? Qanday oldi? Shu yana o'xshash burunqisi. Mening aniq do'stlarim bo'lmamda. Nima yo'y odamda bir narsadan qiz bilan tunishtirib qo'yim deb menga. Voy, yaxshi shamol deb turibdi-ku. Sen mi mushta deysan-ku? Men yo'q uqmasam bu yo'y degan narsani. Niyem deyganlar bu. Mana-ku, bir obdan qiz olib chiqdi. Bo'ldi qilar. Hey, sen bu yerda o'ynamay. Xo'jayin dedi, bugungi bir narsalarni yozib bo'lmasanlar, kecha ishlaysiz deydi-chimi? Chaqan bo'lsanmi? To'xta. Bilamsa, bugun mening o'g'limning tug'ilgan kuni. Men bir dada turib, balamning tug'ilgan kuniga borolmayapman. Ham uni sovg'ag'idekmi vaqtim chiqmayapti. Mushtachi kunlarda men kechda uyga qaytsam, balam uxlab bo'lgan. Atgan ish qilmagandimi? Balam tek o'rnidan turmagan. Men bilaman. Men bu xizmatlarni shu balam deb qilyapman. Lekin bir dada balasiga ko'ngil turamasa, bu qanday bo'lgani? Men uni yuzgilanmayman. Ko'nglim yo'qmadash. Bu qog'ozni ya bo'lmasa sen menga va sening ishingni men qilib ketay. Bu pansdek to'y qilmagan to'g'ri. Janubiy qutb cho'nqur dengiz beliqidan ayrilgan Royab Omega 3 mahsulotlari qondagi mayni seriydi va yurak ming sog'lomligi uchun. Royab Omega 3 va kumush o'rik mahsulotlari bizning oldingi tanlashimiz. Ishonch va aqidaning mahsuloti Royab ozuqliq mahsulotlari. Kinodagi bu ayrilish ko'rinishi To'xtining ko'nglidagi nurg'un aslimlarni asildib qo'ydi. To'xtining birdan-bir muhabbat aslimisi va cho'nqur yaxshi ko'rgan loyiqi buni tashlab yiroqqa ketgan edi. Kechiring To'xti, men Amerikaga bormasam bo'lmaydigan qoldi. Bilsiz, menadek o'qishim bitmagan, yana 3 yil vaqtim bor. Men o'z orzuyim uchun, o'z kasbim uchun, o'z g'oyam uchun qaytib o'qimasam bo'lmaydi. Şuna məncə münasibətimiz müşahid axır basıqlandı ki. Münasib ki deməkçi oğallarımın hamısı müşahidmə işçidə. Mən kətkəndəki yaxşı oxursanız, bəlkə məni toğru düşünüb başınız mümkün. Özünüz nasıram.
xat bu. Suyumlik to'xtay. Bilməm, mening bu tanlashim sizga nisbatan naytim adilsizlik bo'ldi. Lekin men to'g'ri tushunchaningizni umid qilaman. Hay, xo'p, siz xatni keyin o'zingiz o'qiy olasiz. Sizlarga qo'yib berib yuktaxlarim yig'ishtirdim, na, xo'sha. Yo'q. Voy, ukam. Mangmabsiz-ku? Ha. Tek xizmatlar tugamagan, azroq yozgan narsa bor, yozib o'tib mangay deb. Ukam. Xizmat degan cho'qarang. O'lganda tugaydi. O'zingizni asrang, ha? Baldiroq qayting. Ma'qul. Kalımı. Çabarık sen neydi? Çabarık. Hak işlepedim diye neydi? Voy, sen ne tüküşüp kettin ya? Ne boptu ki arasın? İlham yok. Ahlet. Kim ilham diye? Kakımay ben sana. İlham yok. Ben samsağa şikayet ettim burası. Bringing the dead to life, or in a living human, it can cause uncontrolled mutation, or it can help her walk again. The virus keeps in check. Angie's infected? Yes. Cellular growth is enough to cause further mutation. Assalamualaikum apa? Yaxshi o'zingchi. Ko'rishdim. O qizim yaxshi ko'rdi, men yaxshi ko'rdim o qizlarni. Bo'ldi-ku, yaxshi, yomon emas, Xotirjam. Apa, kundalik telefon qilsangmish bir gaplarni qilamsa, men uqmaysan nimda ansirayotganingni. Xotirjam bo'l. Ma'qul apa. Voy, nimda ishonmaysanmi? Voy, rostmi, hozirmi billa? Apa, biz hozir kino qandiq, kino ko'rayotgan. Shu qiz bilan birga kino qandiq. İxtiyorni ichib, yana bir botolkaga erishing. Apa, men bak odamjiq baqa qilib daxl qilib qo'ydim, xo'sh. Men keyin uray, xo'sh. Keyingi qismdagi ko'rinishlar. To'xta ya. To'xta. To'xtama. Qancha to'xtaydi? To'xtama. To'xtamaydi. Girişte adaylamışsın onu. To'xtamabdi. Action. Benimki götürüp götürmedik.
Anarxistli 3 qism chiqib ketayotganda shu yoqqa sen buloq şeydi. Assalomu alaykum. To'xtama to'xtay filmini ko'rayotgan barcha do'stlar yaxshimisiz? Sizlardan biz mukofot faoliyat ilib bormoqchi. Siz filmni To'xta Chamberga yo'llab, 100 yurak erishganki 12 sizlar bizning To'xtama to'xtay salonimizga yo'llab, bizniki mukofot faoliyatimizga erishalaysiz. Oldingi 3 do'st bizniki shaxmat sherikimiz alohida tanlagan kes ajrash mahsulotlari. Shundaqla ham ro'yab sherikiniki asıl to'liqlash, kalsiy to'liqlash qatorliq mahsulotlarga erishalaysiz. Albatta, bu faoliyatni biz o'sha yerda bir ilib boramiz. Oldingi 3 do'st bizniki bu mukofotlarimizga erishalaydi. Rahmat sizga.